Leksiyelerimizden devamı hürmetli vatandaş. Bugünkü islağa 2020 yıl 12. ayının 3. günü. Endiki mavzumunda xabar Joe Biden Cungo'ga koyulgan tamoyishni bejin derhal bekar kılmaydı. Mavzulu xabar 12. ayının 3. günü Amerika ovozinin Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. New York vaqt gazeti haftanın 3. günü 12. ayının 2. günü xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Amerika'da prezident bulup saylangan Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hükümeti Jungo tovarlarga koygan tamoyishni bejini derhal bekar kılmaydı. Şundaqla birinci basqıçlıq savdo kelishimini ham derhal amaldan kaldırmaydı. Joe Biden New York vaqti gazetiga maxsus Xitoy yozuvchisi Thomas Friedmanning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Men derhal hareket kullanmayman. Bu növbətdə yolga qoyulayotgan her qandaq tamoyishni beji tərtiblərini öz içigə alıdı. Tart bir tərəflimliklə mening tanlashlarımga ta'sir ko'rsatishini yo'l qo'ymayman. Joe Biden New York vaqt gazetiga mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika savdosi atrofliq baholashni va tekshirishni umid qilaman. Hamda bu to'g'rida Amerikaning Osiyodagi va Yevropadagi ittifoqdoshlari bilan maslahatlashaman. Mundaq bo'lganda biz izchillik ega siyosat belgilab chiqamiz. Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Eng yaxshisi Jungo siyosati mundaq bo'ladi deb hisoblayman. Bizden her bir ittifakdaşlarımız yoki bo'lmasa bizden o'tmishki ittifakdaşlarımız bilen bir septi turishimiz kerak. Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Biz davlatimiz ichida ishchilarimizga va muorib tarafga zo'r mablag' solishdan burun men har qandaq bir taraf bilan har qandaq savdo kelishimi imzolamayman. Bu hareketli akli mülk hukukunu o'g'irlashni, tökme qilib setishni, shirkat korxonalarni qo'shimcha yordam puli bilan ta'minlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Demak, bu nuqtada hozir Joe Biden Prezident Trump siyosatini o'zgartmaydiganligini eg'izga olmasimi bu siyosatlar Prezident Trumpning siyosatiga demak Jungo siyosati shunday davom qiladi degan gapni ilgari suryapti. Savdo kelishimi 200 milyard 500 milyon dollarlık Jungo tovarlar 25%'nin baz qo'yishni saqlab kelyapti. Joe Biden New York vaqt gazetining ziyoratini qabul qilganda Jungo bilan qanday muomala qilishda hal qilg'uch masalaning ta'sir ko'rsatish ekanligini tilga oldi. Lekin u yana mundaq dedi. Bizning texondaq iqtidorimiz yo'q. Bu belki kamtarlikdir Joe Biden efendi yoki bu chekinib turib ilgirlash, algı yetaklash degan ma'nodagi taktikalik siyosat bo'lishi mumkin. Biz Amerika iqtidorli davlat deb qaraymiz. Hurmatli Joe Biden efendi.